o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etishda ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar mulk huquqi bilan yerga bo'lgan huquqlar ijara huquqi bilan e'tirof etilishi belgilangan. Ijara huquqi endi yurtdoshlarimizda savol tug'ilishi mumkin. Qanaqa muddatlarda? Ijara bu endi xuddiki birovnikimi, o'z uyimda ijarachi bo'lib qoldimmi degan tushuncha bo'lishi mumkin. Yo'q, bunda yakka tartibdagi uy-joylar uchun 99 yillik ijara huquqi e'tirof etiladi. Ortiqcha egallangan hudud yoki boshqa toifadagi yer uchastkalari uchun 49 yillik ijara huquqlari e'tirof etilishi qonun bilan belgilab qo'yilgan. Bunda endi faqat ijara bilan qolib ketishi mumkinmi deb o'ylab qolishi mumkin fuqarolarimiz. Yo'q. Bunda Vazirlar Mahkamasining 71-sonli qaroriga asosan o'sha yer uchastkalarini xususiylashtirish imkoni ham mavjud. Ozroq tushuncha berib ketasizmi? O'sha 49 yil muddatga qanaqa yerlar nima maqsadda beriladi ijaraga? 49 yillik ijara huquqlari ortiqcha egallangan hududlar uchun, misol uchun qishloq xo'jaligi, tomorqa xo'jaliklarini yetishtirish uchun qurilish qurilmaydigan hududlarga yoki bo'lmasam qonunda birinchi moddasida belgilab o'tilgan kichik sanoat zonasi hududida joylashtirilgan noturar joy obyektlariga ham e'tirof etilishi belgilangan. Aynan mana shu qonun bilan. O'sha noturar joy yer uchastkalariga ham 49 yillik ijara huquqlari e'tirof etiladi.